Kaktusda odamdan ham katta ekan. Endi ko'rdim bunaqalarini. Mana bu kaktus qara. Kaktus. Ashna deydimi? Onor, mana bu yerda onor bor ekan, yorilib yotibdi. Meni mashinam hona. Yuk yuklagani keldim, daraxt yuklanadi ekan. Mana bu yerda daraxt yuklayman ekan. Bu yerda mana onor bor ekan yana. Onor. Qani bismillahirrohmanirrohim. Yesa bo'larmikin ish qilib? Yaxshi zo'r onor ekan. Zaytun. Mana. Zaytun. Bu onor shirin ekan, ammo zo'r onor ekan. Raza pishib yorilibdi-da. Mana. Ko'chat zo'r ekanda, ko'chatlar bor ekan bu yerda. Mana. Ko'chat zorga keldim. Mana zaytunlar. Mana onor mana pishib yorilib ketibdi mana. Maza qilib yeb oldim. Mana bu xomdon pista shekilli, hali xomdon pistani nima meva qilmaydigan turimi bilmayman. Balki uncha o'xshamayapti xomdon pistaga, lekin o'zi o'xshayapti. Mana ularni qanaqa qilishgan ekan, yasashganmikin? Onorni qizili chiqib qopti. Tushsa bo'larmikin bu yoqqa, kirsa bo'larmi, yo'qmi bilmadim. Mana mashinani orqasi. O yerda anjirlar bor ekan. Anjirlar hozir tekshiraman sekin, bormikin anjiri. Mana bu tikongulning mevasi bor ekan-da manaqa. O'zi ham tikongul ham kalladan ham katta ekan o'zi ham. Anjirimiz endi pishar ekan, anjir hali pishmabdi. Mana bezakli gullar, daraxtlar. O mashinani oldiga olib qo'ymadim-da. Qator palmazorlarni chiroyli qilib qo'yishibdi ama. Mana o gul mashina bo'ladi ekanda mana. Mashina bo'lib, keyin manaqa bo'lib, keyin manaqa bo'ladi ekan. Chiroyli joylar ekan. Ammo o yerda onor bor ekan, onor yeyman-da men.
Chiroyli manzara. Mana bo'lmasam, ana bo'lmasam, mana yana bo'lmasam. O'zi antika narsalar. Omochi ikkitalik ekan. Tushib olaymi? Bitta rasmga tushib olaman. Oy. Mana chiroyli ko'rinyapti ona gullar. Gullar emas, anaqa daraxtlar ekanda, dekorativniy daraxtlar ekan. Mana uni bunaqa mevasi bor ekan mana. Bu nima endi bu? Mana shunaqa mevasi bor ekan mana. Bitta tishlab ko'raman qanaqa ekan. Shirin ekan, rosa shirin ekan, xurmoga o'xshaydi ekan. Yo xurmomidi rostdan ham. Mana gullarni. Gulni yo'ryapman, bu daraxtlar chiroyliligini. Zo'r-ku. Ana. Daraxtlar chiroyli ekan. Ana. Men ketdim endi mashinaga. Chiroyli joylar ekan, bir olay deb keldim-da aylanib. Ana 500 metr yurib keldim mashaqqa. Men ketdim endi onor yeyman. Borib onor yeyman endi. Mana shu yoqqa 1 kilometr ham emas, 800 metrcha borsam uzun bor ekan-ku, endi ularni egasi yo'q. Internet ham yaxshi ishlamayapti, telefonga qo'yib uzumingdan ber deyman desam, yaxshi ishlamayapti internet. Internet yo'q bo'lsa gaplasha olmaymiz. Mana kelishini qaranglar, zo'r-ku bu. Hozir daraxtlarni tagida bir narsa ko'rib qoldim. Shuni bunday qilib suqib qo'yishar ekan. Mana. Hozir bitta daraxt bor edi, anaqa gulga o'xshagan narsa ko'rsataman deb esimdan chiqdi. Mana unga nima deymiz endi, mana unga? Mana unga nima deymiz?
Mana bunga. Parkovkasi mana shu ekan mana. Mashinani mana shu yerga qo'ydim. Yuribman endi aylanib. Mana anjir bor ekan bu yerda, anjir. Pishmabdi hali. U yoqda onor bor, onor pishgan. Mana bu daraxtga nima deymiz endi, mana bu daraxtga? Qanaqa daraxt bu? Mana jonivor toshning ichidan chiqibdi. Yo o'zlari atay qilganmi? Bu tosh ham juda antika tosh. Toshlari ham antika. Mana toshdan chiqqanda mana shu o'tan. Mashina loy bo'lib ketdi. Mosini yo'qotib qo'yganman, kirilosini. Oho, mo'loyni. Rasa dala shiypon ko'chalardan keldim-da men. Hamma yo'q loy bo'lib ketdi. Oho, yangi mashina kir bo'lib ketdi. Yangi Volvocha eski bo'lib ketdi. Men mashinani oldiga olib qo'yay. Yaxshi qulflabman mashinani. Endi oldiga olib qo'yay. Bo'ldi, tugadi endi. Shuncha 13 minut video olibman.